Ciddi 10 nafar Canshu ustam lazım cuma bizden Aqto'nun aydın. Başka şehirlerden başka aydın bolsun bir şey turmaya kes bularımda. Bo'ldi. Ha? Şagirtçi qanday qilamiz? Shagird o'qasimi qabul qilamiz. Qulluqlanda. Mayli shagird bo'lang, mayli Canshu ustam bilan kelsangiz bo'ldi. Anadagi ballalarim nimaga vasan bo'ldi Canshu ustamni bir yaxshiroq desangiz Alay tavsiya qilma, o'zimniki navraksi ham tuqqan bo'lib ham biz deyotganlik emas, lekin Canshuning bo'lsin, mayli mushu balla ishlatish jihatdan bo'lsin, men pulni mo'jam tutib olgan unda ashiq. Agar Aqto naysda mushu Abduqayim jonga ish qilg'izib baqqan, Canshu qilg'izib baqqan, qo'lda ishlab baqqan bo'lalar qolsanglar, o'zinglar 100% penalti yez baqqanlar bo'ldi. Qandaroq ustam, qandaroq hunar qiladi. Bilsanglar, penalti yezinglar tillab kesmaylarmi? Mayli, men tillaydigan adam yo'q. Tillaydigan adam yo'q. Qara get aldılar, tillaydigan adam yo'q deganlar, gapni tushunib bo'ldi. Mana mush do'konni o'z bir qo'lliq qilib, ham mana qilib tutiribdi, nurg'un do'konlarimdan tart. Unda olib qat telefon numarini dapra. 138 0998 67 47. Mush nomerlar aloqa qilsangiz bo'ldi. Unda olib qolsa, bir yurak besib deb, "Xo" deb yo'llab qo'yinglar. Cho'qim yurak besib deb, ashu xoni yo'llab qo'yib, inandika kela olacağım ha.